Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana o'zimizga qarashli Cobalt avtomobilni olib qolganmiz. Bunda bo'layotgan muammo gnezdosi cho'kib qolgan ekan. Golovka polni ko'tarib, hozir yig'ishlar jarayonidamiz. Cobalt kabellar cho'tkilab, zelenta qilib yig'yapmiz. Hozir trenddan qolmagan holatda, ключ o'rnatadigan holatda qilib zavet qilamiz, xudo xolasa. Sökka Cobalt avtomobilimiz xudo xolasa mana bitdi. Motor ishlashi juda cho'tki ishlayapti. Bir tekis ishlayapti mana ko'rib turganingizdek. Kimga shunaqa xizmatlar bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. Ishni chiroyli sifatli bajarib beramiz. Xudo xolasa inshaalloh. Hammaga rahmat. Kuzatishda davom etinglar.